Mana shu burchagimiz bitishidan oldin hamkasblarimizga maslahat qilib video qilganda mana shu ko'rinishda qilib bitkazdik akalar. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Bitta ikkita hamkasblarimiz oldindan olib o'tib ketding, usturmani bir xil qilib deyishgan ekan. Mana bu joyda tiyagamiz borligi uchun biz orqadan olib o'tib ketdik. Bir xilda karnizlarimiz bir xilda o'tib ketish uchun hamda mana bu burchagimiz bilan mana bu burchagimiz bir xilda ko'rinishi uchun biz orqadan olib o'tib ketdik. Oldi tomoniga esa taroq figuramizni solib qo'ydik akalar. Yaqinlashtirib ishimizni sifatini ko'rishingiz mumkin. Bitta ham umuman samarasini ko'rintirmagan holatda mana shu ko'rinishda bitkazib berdik. Vodostokalarni ham mokriydan o'rnatib berdik akalar. Xonadonimiz juda ham fayzli, o'ta shinam xonadon ekan, ko'rishingiz mumkin. Tumsoqlar ham o'ta ideal chetga chiqqan ekan. Burchalarimizni akalar qo'yib qo'yasizlar, YouTube'ga yo'qsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xizmatlar bo'yicha pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Ishinglarni tez va sifatli qilib, ko'ngildagidan ham chiroyli bitkazib berishga harakat qilamiz, xudo xolasa akalar. Yana bitta kommentariy yozishgan ekan, ustida ekib qo'yibdi tom qilishni deyishgan ekan. Lekin akalar hech qayerda bunaqa 0 ga urgan tomni ko'rmaganmiz. Tom gap bo'lishi mumkin emas. O'ta darajada tom tekis, umuman hech qayerdan tekislamadi. Qiyshiq bo'lib ketgan joylarimiz tekislab olamiz, bu joyda tom aybini ko'rmadi biz. Xizmatlar bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Bizda mana vodostoka xizmatlari ham bor. Vodostoka xizmatlari bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishga nasib qilsin.